Barchaga salomlar va men sizlar bilan Mavzuz Minecraft va men bugun Misterning haykalini qurdim. Bu Misterning haykali menimcha yaxshi chiqqan. O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Mister skinni hozir almashtirdi. Mana shunisiga o'tdi. Biroz muammo bo'ldi menga, shuning uchun ham to'liq qurilishni ko'rsatib o'ta olmayman, afsus. Ammo men hozir sizlarga mana bu live blokni qandaygani ko'rsataman. Videoda uni topa olmadim, sandiqni men mana shu live blokka ega bo'ldim. 領域展開自演ドンか領域展開自演ドンかでけえ声出さなくても聞こえてるよみんなの家で Xullas bolalar, men mana shu blokni shu holatda oldim, ammo blokni qilib qo'yganim hozir esimda yo'q. Xullas, agarda kimdir skin qurishimni xohlasanglar, mana shu kommentariyada yozib qoldiringlarni, o'sha odam skinini qurishga harakat qilaman. Va men iltimos sizlardan 150 ta obunachi yig'moqchi edim. Menga yordam berasiz degan umiddaman. 150 ta obunachi anchadan beri orzu qilardim, iltimos hammalardan. Atak hammalarga rahmat, video shu joyigacha ko'rganlar uchun. Va keyingi videolarda mana shu dunyoda hali ko'p ishlar qilamiz. Hammamiz ham let's go. Hey,